Qadrli do'stlar, kelinglar darsimizni yana kelgan joyidan davom ettiramiz. O'tgan darsda string mavzusini deyarli tugatgandik va endi bu darsimizda boolean mavzusi bo'lishi kerak. Booleanni bilamiz qisqacha, ya'ni true yoki false, ya'ni bor yoki yo'q degan ma'lumotlar uchun ishlatamiz. Mana boolean represents one of two always, ya'ni true yoki false. Qaysi bittasini ko'rsatadi. Programmingda true yoki false degan narsalar bo'ladi. Haqiqatdan masalan, svet o'zi yonib turibdimi, o'chishmi degan narsada prosta tak svet yoniq yoki o'chiq degan o'zgaruvchilar ishlashni o'rniga true bo'lsa yoniq, false bo'lsa o'chiq degan ma'noda ishlatiladi, masalan, oddiysi. Yoki mana bu holatlarda ham true false, ya'ni solishtirishda ham natijada true false qiymat qaytadi. Ya'ni hayotda ham oddiy 10 soni 9 dan katta deydigan bo'lsak, shu gapimiz o'zi to'g'ri yoki noto'g'ri bo'ladi. O'sha ma'noda ham ishlatiladi, katta yoki kichik. 19 ga tengmi? Tengmasligi uchun tengmas emas, false qaytaradi bo'ldi. Biz tushunib olamiz va shuni ishlatib ketishimiz mumkin. Bunisida mana false qaytaradi, mana bunisi true qaytaradi. Shu deyapti, agar buni ham if operatorlarini o'tganimizda batafsil o'tamiz. Hali if o'tmasdan if haqida ishlatib ketilgan. Ya'ni umumiy boolean tipi shu true yoki falseligini, mana bunaqa ifodalar ham true yoki false qiymat qaytarishini bilib olsak bo'ldi hozirchaga. Bool deydigan bo'lsak true chiqarib qo'yadi. Ya'ni nimadir o'zgaruvchi bo'lsa bo'ldi, true. Oddiy 15 bo'lsa ham true chiqarib qo'yadi. Mana ikkalasida ham true. Agar mabodo bo'sh bo'lib qolsa, keyin false chiqaradi. Mana mabodo mana bu ham 0 bo'lib qolsa son, keyin false chiqaradi. Mabodo -10 bo'lsa ham true chiqaradi, ya'ni ichida nimadir bor, ya'ni -10 deb ifodalashdan qanaqadir sonlar bo'ladi, shuni ifodalagan bo'ladi. Mana. Xo'p, boolean tipimiz qisqacha shulardan iborat. Most values true, ya'ni ko'p true deyapti. Masalan, abcd qilsang ham true chiqadi, mana bu ham true chiqadi deyapti. Hozir aytganimizdek, faqat 0 bo'lsa yoki bo'sh bo'lsa false, oddiy false bersang yoki none bersang deyapti, yoki oddiy 0 yoki bo'sh bo'lsa va hokazo bo'lsa, shuni aytayapti. Funksiyalar metoddan true, false qiymat qaytara olish mumkin. Funksiyalar o'tganimizda batafsil gaplashamiz uni. Exercise ham juda ham sodda. True chiqadi, o'zlang bosib qo'ysalang bo'ladi buni ham. Keyin questionga o'tamiz. Qiymati true bo'ladi. Xo'p, keyingisi false bo'ladi, bu chunki teng emas. Xo'p, keyingisi bu ham false bo'ladi, chunki 19 dan kichkina emas. Bool bo'lsa bu true bo'ladi, chunki ichida nimadir bor. Bu 0 bo'lsa false chiqadi, hech narsa yo'q. Shu bilan bu mavzuyimiz ham tugadi.